Assalomu alaykum. Sizlar bilan Miftahul Arabiyya kitobi bo'yicha navbatdagi darsimiz ikkinchi bo'lim 4-dars. Al-Qismur Robi 4-qism bebaho o'qish bo'yicha. Al-Qiraatul Isroiyya degani o'qish boyligini rivojlantirish uchun qiroat deyapti. Iboratun la taqulha fi muqobalatil amali. Ish suhbatida aytmasliging kerak bo'lgan iboralar. Lisu'il hazzi, baxtga qarshi, hunaka kathirun minal ashkhasi yartakibuna akhta'an qad taj'aluhum yafqiduna fursatal amali allati taqaddamu ilayha. Baxtga qarshi, u yerda bir qancha ko'plab kishilar borki, yartakibuna akhta'an, xatoga yo'l qo'yadilar. قد تجعلهم يفقدون فرصة العمل التي تقدموا إليها. O'zlari topshirgan ishlarini fursatini yo'qotadilar, yo'qotishga majbur bo'ladilar, yo'qotishga undaydigan xatolarni qiladilar. Demak, لذلك سنقدم لكم بعض النصائح التي تتعلق بالجمل التي ينبغي الابتعاد عنها في أثناء المقابلة. Demek bitta tarjima qilamiz. Shuning uchun ish orqadan kelsa yaxshiroq bo'ladi. Ishga qabul qilinish asnosida, ish suhbati asnosida undan uzoqlashish kerak bo'lgan jumlalarga taalluqli bo'lgan bir necha nasihatlarni sizlarga biz taqdim etamiz. Demak, baxtga qarshi ko'plab kishilar borki, o'zlari topshirgan ishlarini fursatini qo'ldan boy beradilar. O'zlari xatoga yo'l qo'yib, shu fursatni qo'ldan boy beradi. Shuning uchun biz sizlarga ish suhbatida aytishingiz kerak bo'lmagan, undan uzoqlashishingiz kerak bo'lgan jumlalarga taalluqli bo'lgan bir necha tavsiyalarni sizlarga taqdim etamiz demoqchi. Haza su'alun ro'i'. Bu ajoyib savol. Adatan la yarghabu an yasma'a mas'ulu at-tawzifi khilal al-muqabalati hazihi al-ibara. Demak, mas'ulu at-tawzif degani bu ishga qabul qiluvchi, ya'ni xodim, ishga mas'ul bo'lgan xodim suhbat davomida bu iborani eshitishlikni istamaydi odatda. Qaysi iborani desa, bu qiziq savol degan iborani. Xususan annahu qad yakunu su'alan i'tiyadiyan bin-nisbati li jihati at-tawzifi. وينصح بدلا من ذلك الإجابة على السؤال مباشرة. Demek, xususan ish taqsimlovchini nuqtai nazaridan odatiy savol bo'ladigan bo'lsa, unga demak yoqmaydi ekan. Va yunsahu badalan min zalik, uni o'rniga demak savolga to'g'ridan to'g'ri javob berishlik tavsiya etiladi. Uzran masmul vazifa, demak masmul vazifati, kechirasiz, ishning vazifasi nima edi? Ish nima edi? Nima vazifaga odam olyotgandilar deyishlik. Hadha su'alu ya'ni adam wujudi ma'lumatin kafiyatin 'ani al-wazifati wash-sharikati allati taqaddama lil-'amali ladayha. Demak, bu savol deyapti. O'zi ishga hujjat topshirgan shirkat vazifa haqida yetarli ma'lumotni yo'qligi, adam vujud degani yo'qligini bildiradi. Va annahu lam yuhaddiru nafsahu jayyidan lil muqabalati, va u o'zini ish suhbatiga yaxshi tayyorlamaganligini bildiradi. Uchinchisi, la azunnu anna hunaka shakhsan afdala minni li hazihi al-wazifa. Demak, o'ylaymanki bu ishga mendan afzalroq kishi bu yerda bor deb o'ylamayman.
deyishlik, ya'ni o'ziga baho berish haqida ketyapti. La tubaligh fi madhi nafsik, o'zingni suhbat davomida, asna al muqobala, suhbat davomida o'zingni maqtashlikka mubolag'a qilma, ortiqcha maqtama. Va la taqul innaka al afdal li hazihi al vazifa, bu ishga eng afzali menman o'zing ekanligingni gapirmagan, ya'ni bu ishga o'zingni zo'r deb hisoblab aytmagan unga. Fa anta la ta'rif, sen bilmaysan-ku, man allazi taqaddama li hazihi al vazifa, bu vazifaga yana kimlar hujjat topshirganini bilmaysan-ku, sendan kuchliroq bo'lishi mumkin u demoqchi. Mudiri sabiq kana sayyan, eski mudirim yomon edi. Min g'ayri jayyid tatahaddasu bi shaklin sayyin an ash-sharikati allati kunta ta'malu fiha sabiqan, avval unda ishlagan shirkating haqida yomon shakldagi gaplarni, yomon ko'rinishdagi gaplarni gapirishliging yaxshi emas. Walakin yumkinuka an tatahaddas, lekin sen aytishing mumkin badalan min zalik, uni o'rniga ani su'ubati wal mushkilati fi sharikati sabiqa, avvalgi shirkatdagi muammolar va qiyinchiliklar tufayli bunga qiyinchiliklarini unga aytishliging mumkin. Uni o'rniga la a'rifu, bilmayman. La taqul abadan la a'rif, hech qachon men bilmayman dema. فهناك طرق مختلفة لإجابة على السؤال الذي لا تعرف إجابته. Sen savolni bilmaydigan savollarga javob berishlik uchun turli xil yo'ldagi, turli xil usullar bor. Laysa indi ayyatu as'ilatin atrahuha, menda berishlikka savol yo'q, meni savolim yo'q demagin. يجب على الشخص الذي يتقدم للمقابلة أن يجهز بعض الأسئلة لطرحها على مسؤول التوظيف. Demek, ishga mas'ul xodimga berishlik uchun bir necha savollarni tayyorlab, muqobala, uchrashuvga bir necha savollarni tayyorlab kelishligi kerak. Kim o'sha uchrashuvga yataqaddam, hujjat topshirgan shaxs shu ish uchun suhbatga ketyaptimi, o'sha yerdagi mas'ul xodimga berilgan savollar deb tayyorlab olishlik kerak. ويجب أن تدل الأسئلة على معرفة بالشركة التي تقدم للعمل لديها. U topshirgan ish uchun ishga topshirgan shirkatni tanishligiga dalolat qiladi savol berishlik. Ya'ni shirkat haqida qanaqadir bir savollarni tuzib keladigan bo'lsa, u savollari u shirkatga qiziqishi borligini, ya'ni u haqida ma'lumot borligini bildiradi, deyapti. Demak, halil amalu fi hazihi sharikati jayyida, bu shirkatdagi ish yaxshimi? La tatrah hadha sual abadan, bu ish savolda hech qachon bermagan. Bal is'al an saqofati sharikati va axloqiyati al-amali va zurufihi, balki uni sharoitlari, ishda axloqlari, odob axloqlari va shirkatning madaniyati haqida so'ra. 8-si, kalimatun idofiyatun aw laysa laha hajatun, izofaviy, ya'ni bog'langan so'zlarni, gaplarni yoki hojati bo'lmagan so'zlarni ishlatmaslik kerak. Ibta'id anil istikhdami kalimati idofiyya aw alaqati laha aw la alaqata laha. Demak, umuman ma'no bildirmaydigan, aloqaga dor bo'lmagan yoki unga bog'liq bo'lmagan so'zlarni ishlatishdan uzoq bo'l. Masalan, haqqon, haqiqatda, yoki lizalika, shuning uchun, allati la ma'na laha fil hivar, suhbatda ma'no ifodalay olmaydigan, shuning uchun haqiqatga o'xshash bo'lgan so'zlarni gapirishlikdan uzoq bo'l. Fa hazihi al-kalimatu, bu gaplar, bu so'zlar, tuzhiru anna ash-shakhsa yabhasu an kalimatin ukhra liyaqulaha xilal al-muqabalati, uchrashuv davomida gapirishlik uchun boshqa so'zlarni izlayotganligini shaxs, demak, uchrashuv davomida boshqa so'zlarni izlayotganligini bu ko'rsatadi, namoyon qilib qo'yadi. Ya'ni siz gap kelmayapti-da, haqiqatdan ham shuning uchun deb gapirishligingiz
u yerda sizni gapirishga boshqa so'z istayotganligingizni bildiradi. Va tuzhiru annahu ghayra jahizi lil muqabalati bi shaklin kafi. Va yana ko'rsatadiki, demak uchrashuvga yetarli ko'rinishda, yetarli tarzda tayyor emasligini ko'rsatadi. Buni tarjima qilasiz va mana shu ichidagi lug'atlarni yodlaysiz, istimal qismini eshitib chiqasiz va bu mashqlarni bajarasiz.